Bizga juda ko'p murojaatlar kelyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali 40 dan, 50 dan, 60 dan oshgan bemorlar erkaklar masalasi bo'yicha peshob qilganda qoniqmaslik, to'liq bo'shana olmaslik, kechasi ko'p turishlar. Bu erkak kishini yoshi kattalashgandan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan muammolardan bittasi. Ya'ni prostata bezining adenomasi. Xavfsiz o'sma deyiladi. Har doim ham operatsiya qilib tashlash noto'g'ri sanaladi. Buning uchun boshlang'ich tekshirishlar bor. Ultrasound tekshiruvi, prostata bezining o'lchamlari, peshobni qanchalik qolib ketayotgan hajmi, qolib ketish miqdoriga qarab turib, qistash vaqti, shularning asosida davolash taktikasini aniqlab olamiz. Farmakologik dori-darmonlar juda ham rivojlangan. Ya'ni shunday dorilar bor, operatsiyasiz prostata bezi adenomasini boshlang'ich holatlarda juda ham yaxshi, effektiv ta'sir qiladi va shu bilan bemorimizni shikoyatlardan xalos qiladi. Agarda bu muammo ancha rivojlanib, o'tkazib yuborilgan bo'lsa, bunday holatlarda davolarimiz ta'sir qilmaydi. Natijada kesmalar orqali operatsiya qilishdan boshlab, hozirgi zamonaviy usullardan lazerda qilinadigan operatsiyalargacha, ya'ni kesmasdan turib, kanaldan kirib, siydik yo'liga to'siq bo'layotgan adenoma bezini olib tashlash usullari ham bizda O'zbekistonda, Toshkentda zamonaviy usullar hisoblangan operatsiyalar keng yo'lga qo'yilgan. Oldinlari chet elga chiqish kerak bo'lsa, hozir bunga ehtiyoj yo'q. Shuning uchun bemalol bu muammolar bilan siz ham to'qnash kelgan bo'lsangiz, anchadan beri yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz hozirda Telemed platformasi orqali ham onlayn konsultatsiya qilamiz. Bu platformadan ro'yxatdan o'tishingiz yoki ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, siz bilan onlayn shaxsan o'zim konsultatsiya qilaman.